O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27-28-moddalarini ustoz uyga isbat sifatida berilgan edi. To'xtang. Kim bu Zaynida? 3-kursdagi qiz. Senga nima rasmlashyapti? Endi o'radim-da buni. Buni rasmdan ozroq bemalol shantaj qilib yaxshigina To'xtang. Hozirgina gaplashib o'tirgandik. Menimcha siz o'qimagansiz. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 27-moddasida har kim shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekanligi belgilangan. Agarda siz uning rasmlarini tarqatib yuborsangiz, jarimaga tortilishingiz va to'lov to'lashingiz yoki qamoqqa chap borishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi har doim yoningizda bo'lsin. Yaxshimisiz, Jasmina? Hali yo'q deyapsizmi moddalarni? Hozir aytib berishimiz kerak-ku buni. Men kecha o'tlashga ulgurmadim. Salonga borib o'qishimiz qoldirgan. Shunga vaqtim bo'lmadi. Shu yoshingizda-ya? Qizlar, alislar. Voy, qo'shindi rassoshovka qildirdingmi? Hozir men ham shu haqida aytib o'tirgan. Tavba qildim. Senga o'z odamim hayron qolgan. Rassoshovka qildirgan, tergan bilan bir xil-ku. Sanoqchi qiz birin o'z yuzingda nur qolmabdi. Kiyib olgan kiyimini qaralaring. Dozoxi bo'lib yotibsan. Dozoxi bo'lib yotibsan. Yana o'zlaringcha musulmonman deysanlar. Hech qaysi biring musulmonga tortmaysan. Qoshingni terdirib tashagansan. Ha, nima qilibdi bu? Qo'shin terdirmaslikka o'zini xohsiyu. Bu matdi, короче. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasi. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligiga ega. Boshim olib ketdi, qayerga boramiz? Farqi yo'q, tezroq ovqatlanaylik. Voy, zo'rroq prokurorlik bo'lsa. Ha? Prokurorlik? Qiz bolalarmi? Sizlar prokuror bo'lmoqchimisizlar? Qanday qilib bo'lmoqchisizlar? Qiz bolaga kim qo'ydi prokuror bo'lishni? Xo'p, nima qildi? Hozir bilsangiz, yangi konstitutsiyamizning 58-moddasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligini yozib qo'ygan. Xotin-qizlarning yetakchilik qobiliyati va kompetensiyasining ta'minlash uchun global dasturni faol ishga tushirish ayniqsa muhimdir. Прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка плывает в деловой.